Salom do'stlar. Bugun biz futbolchilar hamda ularning qimmatbaho avtomobillari haqida gaplashamiz. Ro'yxatni har doimgidek Cristiano Ronaldo boshlab beradi. Uning Bugatti Centodieci avtomobili 100 km tezlikka atigi 2,4 sekundda chiqa oladi hamda avtomobilning tan narxi $10 million ga baholanadi. Ro'yxatning ikkinchi qatorida esa Erling Haaland o'zining Ferrari Monza modeli bilan egallab turibdi. Avtomobil tan narxi $3 million ga baholangan. Haaland ortidan esa Neymar o'zining Batmobile avtomobili bilan. Avtomobil tan narxi $1,5 million va faqat buyurtma asosida ishlab chiqarilgan. Ro'yxatning so'nggi qatoridan esa Kylian Mbappe joy olgan. Uning avtomobili BMW i7. Avtomobil tan narxi $200 ming ga tengdir. Avtomobil 100 km/soatga atigi 3,9 soniyada chiqa oladi.